أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Allah'ın fazlı bilen Menhelul Hadis fi Şerhil Hadis degan kitapның 15. hadisini şerhileş, mana mazmunlarini bayon qilish bilan darsimizni boshlaymiz. 15. hadis al-khamisu ashar an Aisha radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ghusliha min al-mahid فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرسة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. Ayşe radhiyallahu anhudan rivayet kılınıp bir ayal Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan özünün hayzdan yuyunuş to'g'riliq so'radi. Men hayzdan qandoq yuyunaman? Endi ayollar nafas bo'ladi. Ya'ni nafas degan tuqqandan keladigan qon hayz bo'ladi. Bu ayda bir qitim bo'ladigan kasal, ayollarning oylik kasali deydigan gap, ya ayollar kasali deb ataladi. Mushuningdan yuyinish to'g'risida. Chunki hayzning qani qop-qora va puroqliq, maksat puraydigan, siz puraydigan qon bo'lganligi uchun uningda odatdagi cinabetten yuyungandek veya ki başka yuyunuşku okşaş yuyunsa bulmaydıganlıkla üçün o ayal bu cina hayzdin yuyunuşta nemelerine dikkat qilish kerak, qanda işlerini qilish kerak to'g'risida Rasul sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Ta'amaraha kayfa taghtasil. Peygamber aleyhissalatu vesselam o ayalını qandaq yuyunduğanlıqda kayf hal yoki sifat nuqta turadigan isim bo'lib, bu yerda shu yuyunishning sifati, yuyunishning ahvolini bayon qilib bermoqchi. Rasululloh o ayalni qandaq yuyunduğanligiga buyurib dedi, "Xuzi firsatan." Siz işpar aralashtirilgan İşbar yukturulgan latidin bir parça latidin birini eling. Firse degan paxta, rext yoki paxta din bir parça paxtının asımı buludu, yoki yung asımı buludu, yoki paxta rext asımı buludu. Nati yumuşak ipektek bir Latin demekçi. İşbar aylaştırılgan. Hem de o hayz çıkan urun hayzning qani nijaset bo'lganligi uchun ham puroqliq bo'lganligi uchun shu puroqni yo'qotishga ishbarni ishlatib o yerni tozalash, ya'ni qattiq ahamiyat berib tozalash uchun lata erishga buyurdi. Fatatahari biha. Siz o lata bilan yoki o bir parça paxta rext bilan pakzlang. O ayol kayfa atatahharu biha. O bir parça paxta rext bilan qanday pakzlaman? Bunun bir usulini deb bering dedi. Chunki o ayolning o'ylig'ini hayzdan yuyungan chaqda, hayzdan pak bo'lgan chaqda yuyunishni xuddi jinobatdan yuyungandek normal yuyunish deb o'ylagan edi. Ashundaq tushunardi. Ammo Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu yerga ishbar aylashtirilgan yoki qanday bir xushpuroq bo'lsin aylashtirilgan bir latini, rehtni
elib ya ayollarning o'sha tozalik qog'ozi deb qo'ydi bugungi kunda. Shuni elib, shu orqali pokizalashga buyurgan chaqda ajablanib kayfa tatahharu biha. Peygamberim tatahhariga endi paklan, u latı bilan paklan, raq bilan paklan, paxtining parchasi bilan paklan deganda o ayol kayfa qandaq paklayman, qandaq pakizalayman, qandaq tozalayman debdi. Peygamberim subhanallah, tova, Xudoyim tova, nima desam bo'lar? Ama bizning tilimizda tova Xudoyim, nima desam bo'lar? Nima deb tushundirma endi buni degan bir gap bor. Mushu subhanallah ta'ajjub bilan tova Xudoyim. U bir ayol tursa, u ayolga qandaq paklash, qandaq pokizalash, buni tafsili deyish qiyin tursa, tatahhari yani paklan, pokizalan. Hacetazabtuha aşkınım onu ben kışımı tarttım mekilim meyageldim. Aşkınım çünkü dedim ki tetebba'i biha eseddem. Onun bilen kanının yukunu hazırlan. Demek mana bu cinabetten paklangan çağda oldu bilen paktı yaktin birini yakı paktidin elip şununla ifar ya da qaysi xil qushpuroq anbar deganda qushpuroqlik moddalarni erishtirib o'sha orqali qon chiqqan o'rinlarni qattiq tozalaydi. Suv bilan tozalaydi. Suv bilan tozalab bo'lgandan keyin o'sha paxtalar bilan surtidi ashani. Qonning har bir iziga, har bir qetig'ichilik bu yerning qattiq ahamiyat berib, diqqat qilib pakizalaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ko'rsatmoqchi. Avval shunammi, qandoq qilaman, qandoq pakizalayman, qandoq paklayman degan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhanalloh. Umum ma'nosi shadda'al islamul mar'ata an takhruja ila al-masjid wa an tas'a li talabil ilm وطلب من الرجال أن يأذنوا لنسائهم في الخروج لتتمكن من أداء رسالتها وفهم أمور دينها. İslam dini ayol kishini masjidga chiqishga, ilm talab qilish uchun tirishishga, izlanishga rag'batlantirib, erlardan bo'lsa ayollari uchun sirtga chiqishga ruxsat qilishga, o'zining vazifasini ado qilishga ega bo'lish uchun, dinini tushunishga ega bo'lish va imkoniyatga ega bo'lish uchun sirtga chiqishga ruxsat qilishni talab qildi. Ayollarni uyda o'ltirsa bo'ladi, ayollarning uyda o'ltirishi yaxshi deb ayollarni davomli uyga solab qo'yish orqali sirtqi dunyodan musulmonlarning cemiyeti, Müslümanların siyaseti, Müslümanların krizisi ve Müslüman dünya aleminin içinde ve etrafında bulunan işlerden mutlak habersiz koyuştan İslam toskan ve çekilgen. Ayollarını mesleğe kiriş, ilim sorunları beriş, davetlerine katlaşış, ictimai hayattaki özünün bir kişilik vazifesini ada kılış için sırtlarga chiqsa buludu. Hem İslam bununla Allah'da rağbetlendirdi ve bunu qiziqtirdi. Ve dakhalat al-mar'atu meydan as-saqafa ve tahawwalat an meydan al-jahala. Ayol kishi ilim saqofat meydaniga kirib, jaholat meydanidan chiqatdi. Onundan yuz o'rdi. Tilka asma'ul ansariyya التي لم يمنعها الحياء الذي جبلت عليه المرأة من أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخص شؤونها وعما تستحي منه قريناتها. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام زوجه عائشة رضي الله عنها. أنا bu ensarlık Esma hanımni ayollar yaratılgan numus qilish, hijolat bo'lish
Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan özünün has işleri ve onundan o ayalının ten tüşleri haya kılgan nesiden soraştın tossap kamide, tosmede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o ayalı Aşi raziyallahu anhanın aldığı sorap mundak dedi. Ya Resulallah, keyfe agtesilu min haydi, keyfe etetehharu. Ey Resulullah, men hayzdin kandak yuyunumen, kandak paklınımen, pakize bulumen. Hakikaten cinabettin, hayzdin yuyunuş, kâne ma'lum idi. Gayre mechul li esma. Hakikaten cinabet hayzdin yuyunuş, Esma Hanım'a ini rüşen ma'lum işiydi. Onun keyfiyetinin o yuyunuşun kandalıkını sorması mı? Ma'lum idi. Lakinneha kânet muaddebe, muhazzebe fi sualiha. Lakin bu ayal soraçta pak edeplik idi. İnneha qasadet ma vara'al gusl min naqave li mekanil hayz. Mana bu ayal yuyunuşun arkasındaki hayz urnunu, yani şu kan çıkan, kan akkan urnunu paklaşını maksat kılgan. Ve fehimar Resulul Hatim sallallahu aleyhi ve sellem. Zirek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu düşündü. Lakinnehu kâne eksera minha edeben. Lakin Peygamberim o ayaldan mı bek edeplik idi. Fe'ecabe anişşey, soralgan işten cevap verdi. Sümme etba'ahu mustelzimatihil maksude, soralgan işten cevap verip o işqa onun maksat kılıngan taleplerini ergeştirdi. Qal, ergeştirip mundaq dedi. Ta'khuzu ihdakunna ma'a gasliha ve ma vadde nezafetiha silu mevatinen nicase sümme tetevazza'u vuzu'es salat. Sizlarning birine yuyunadigan suni, pokizalik qiladigan moddalarni elib, nijoset urunlarini yuydi. An namazga tarat algandek tarat aladi. Sümme tesubbu ala ra'sihal ma, beshiga suni qo'yib ve tudlikuhu, u beshini uğulaydi. Beshiga suni qushidi, ya'ni chashtirigi suni qushidi, uni uğulaydi. Ve tudkhilu asabi'aha fi usuli sha'riha, barmoqlarini chechinin tigiga kirgizib, sümme tesubbul ma'a ala jasadiha, an suni jismiga to'kidi. Sümme ta'khuzu qit'atan min qutnin aw sub, an bir parça paxta yoki yungni elib ve tad'u alayha shay'an min al-miski aw at-tib, uningga ishbar yoki xushpuroqdan bir narsani elishtirib fatatahharu biha, uning bilan poklanadi. Walamma kana at-tatahhur fi fahmi asma ibara anil wudu'i wal ghusl ta'ajjabat. Asma Hanımning tushungisida poklanish bo'lsa, tarat elish, yuyunishdan iborat bo'lganligi uchun o ayal hayron qilib, kayfa tatatahharu bi qit'atil qutnil mumassaka, ishbar elishtirilgan bir parcha paxta bilan qanday poklanadi deb hayron qoldi. Lakin haya'ahu sallallahu aleyhi ve sellem ja'alahu yaqul subhanallah. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning hijolat jonligi Peygamberimni subhanallah, subhanallah qandamı işaret bilen tushunmayotgansiz ha. O bir parça paxta bilan pokizalik qiling dedi. Ve gatta vejhahu bi yadayhi, Resulullah yüzünü qo'li bilan yepib oldi. Ayşe Peygamber aleyhisselam'ның maqsadini, hijilchanligini tushunib, Esma raziyallahu anh'ni yiroqqa tortib, uning qo'liga mahfi gap qildi. Bimuntahal adab va taharatul labz, nihoyat adab bilan
bek pokiza labzi bilan gap qildi. Gap qilib bundoq dedi: "Tatabba'i biha asar ad-dam وانسحي بها المكان الذي خرج منه الدم." Onun bilan qonning izini pokizalang, tozalang. Onun bilan qon chiqqan o'rinni sürtün. Asma radhiyallohu anhu tushunib tushendi. Va qala Aisha bundaq deydi: "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u min an yatafaqqahna fid-din." Ensarning ayollari bak yaxshi ayol. O ayollarni dinni tushunishdan, dinini tunishdan xijil bo'lish to'smadi dedi. Demak, mana xijil bo'lmay, taltinib qolmay, numus qilmay, qandoq bir ahvolda bo'lsin, so'rab, bilib, dinni, shariatni tushunganlikni Aisha radhiyallohu anha maqtadi va madhiladi. Voy buning yuzi qalinkan, xijil bo'lmaydikan, dopshoqkan, tova mushundoq gapni shuncha katta bir payg'ambardan so'rayotdi-ya deb ayiblamadi uni. Islomni bilish, islomni tushunish, islomni egallashda xijil bo'lish yo'q, hayo qilish yo'q, numus qilish yo'q. Ve bununda tartınıp oturduğun iş yok buradarlar. El-Mabahisul Arabiyye, bu hadisteki Arapça tadqiq kıldırgan kelimeler. Ennemra'aten sa'alet, bu yerdeki imra'aten nekiri söz bulup, bu ayol Esma binti Şekelil Ensariye, onun ismi bazı rivayetlerde uçuk değilgen. En gusliha minel mahiz, hizden yunish to'g'riliq degan qaysi sifatda yuniman, qaysi holatda bo'ladi u yunish maychi. Mahiz masdar, hayzga o'xshash. Haza yahizu mahiz, bu masdar, mahiz bu masdar, mimliq masdar. Fa'amaraha kayfa taghtasil, allamaha kayfiyatal ghusl. Bu emraha degan, bu emri ma'nosida buyurdi degan, ya'ni bildirdi, uqtadi degan ma'noda. Qandoq g'usl qilishni, qandoq yuvinishni bildirib qo'ydi. Va qad sarraha bihi fi rivoyat as-sahiha. Mana buni sahih rivoyatlarda uchuq deb ta'khuzu ihda kunna ma aha ve sidrataha fatutahhir fatuhsinu at-tahur thumma tasubbu ala ra'siha fatudlikuhu dalkan shadidan thumma tablughu shu'una ra'siha thumma tasubbu alayha al-ma thumma ta'khudhu firsatan mumassaka dedi. Yani sizlarning biringlar suvni oladi, sidr degan daraxtning g'azig'ini oladi, uning bilan poklanadi. Yaxshi poklanadi, pokizlik qiladi. Kin beshiga suvni to'kidi, beshini qattiq uvulaydi. Hatta beshning ishlari tugaydi, an ustug'iga suvni to'kidi, kin ipar bilan aralashtirilgan bir parça latini, yani paxta latini aladi, elib onun bilan pokizlaydi. Xuzi firsatan min misk, firsat degan paning zibiri bilan firsat, ra sakin, sat zabar, firsat. Ba'zi lug'atshunoslar pani firsat deb sat bilan emas, yani firsatni firsatning pasni nima savilan o'qishni hikoyat qilgan. Va yaqit'atun min as-sub aw al-qutn min bir parcha yung yoki bir parcha nima paxta demakchi. Misik bu mashhur xushpuroq, yani ipar deydigan shu xushpuroqni demakchi. Maqsad xushpuroq elishtirilgan bir parcha paxtani olasiz, uni avratingizga ishlatasiz, u orqali sesiq puroqni, ya'ni g'ezning qinidan qolgan
sesiq puroqni o'zgartirish uchun demoqchi. Fatatahhari biha degan uning bilan poklaysiz, pokizlaysiz. Maqsad ma'naviy pokizlikdan lug'at ma'nosi maqsad. Asli buninglar shu pokizlaysiz. Kayfa atatahharu biha? Men bu bir parça paxta bilan qanday pokizlik qilaman? إنما قال ذلك لأنها فهمت أن المراد بالتطهير الغسل. Bu ayalning u gapni deyishi ayal pokizlik qil degan so'zdan maqsad yuvinish deb tushunganlik uchun degan. Tajtazabtuha ay shadattuha ilayya ve ahaztuha nahiyeti. Onu ben özem tarafga tortdim, özem tarafga qaratdim demek. Tajtazabtuha deb rivoyat qilindi. Bu mu? Tajtazabtuha degan ma'noda. Tajtabaztuha, tajtazabtuha ikkisi asosan o'xshash ma'noda. Tatabba'i biha asaraddam makana asaraddam qonning izi ba urunga demek. Yani avratga. Fiqhul hadis hadisning mazmuni. Qala an-Nawawi as-sunnatu fi haqqil mughtasila min al-hayz an ta'khudha shay'an min miskin fataj'alahu fi qutna aw khirqa aw nahwiha wa tudkhilahu fi farjiha ba'da irtisaliha. İmam an-Nawawi hayzdan yuyunguchi ayollarning haqqida sunnat o ayolning ihbardan azroq elib uni paxta yoki bir lata ya shuning o'xshagan parcha narsalar bilan elishtirib u elishtirilgan parcha paxtini avratiga kirgizib yuyunib bo'lgandan keyin kirgizish sunnat dedi. Ve yestahibbu haza lin-nufasai aydan. Bunda qilish nafaslar ayollarımı mustahab. Li'annaha fi ma'nal hayz. Hayz. Çünkü bu nafaslar ayolmu hayz ko'rgan ayollarning ma'nosida uni o'xshash. Buningdan mu qon chiqqan, hayz ko'rgan ayoldan mu qon chiqqan bo'lg'achqa. Wa zahaba ba'dul ulama ila istihbab tatayyub ma hawla al-farj min al-kharij ma'a ad-dakhil li'anna ad-dam yusib hadhihi al-amakin. Bazı ulamalar avratning atrofidagi sirtidagi joylarni ichi bilan birga qo'shib xushpuroq qilish mustahab degan qarashga borgan. Chunki qon u o'rinlarni tigib qoladi va yuqib qoladi. Shu avratning ichini ham pokizlash emas, avratning atrofidagi lo'ta taraflari va o'sha taraflarni pokizlash va shu taraflarni tozalash bu mustahab. U yerga qon yuqib qilish yoki qon tigib qilish ehtimolligi bo'lganligi uchun dedi. والحكمة باستعمال المسك تطيب المحل ورفع الروائح الكريهة. İhbar işletishdeki hikmet urunni xushpuroq qilish, sesiq puroqlarni yo'qotish shu maqsad. Asli o urun qon sesiq, qattiq sesiq puroqli qon bo'lganligi uchun ihbar ishlatish orqali qon chiqqan o'rinni xushpuroq qilmoqchi va sesiq puroqlarni yo'qotmoqchi. Shu maqsad. وقيل لأنه يؤدي إلى سرعة الألوق والحمل وهذا بعيد أو باطل لأنه يقتضي أن يخص بذلك ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال مع أنه مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها. Ba'zanlar ihbar ishlatish bo'lsa, spermning balayotqida o'nishib qilish, tiz o'nishib qilish, tiz qo'saq ko'tarishga olib boradi dedi. Bu ehtimoldan yiroq yoki
batıl bir iş bu. Çünkü unda bo'lgan chaqda şu hamman münasebet kılınış ihtimali bo'lgan irba xotunga xoslanishini talab qiladi bu. Lekin bu hayzdan yoki nafasdan yuyungan her bir ayol uchun mustahab, mayli iri bo'lsin va bo'lmasin. Agar ishbar ishlatish ayolning tiz qo'saq ko'tarishini, balayatquga spermining tiz o'nishni maqsad qilgan bo'lsa, bu vaqtda shu hamon munosabat qilinish umid qilinadigan xotinni iri va xotinga ishlasin deyilishi kerak edi. Mayli iri bo'lsin, iri bo'lmasin, hayz nafasdan yuyilgan har qanday ayolga mustahab bo'lgan ekan, bu ehtimoldan yiroq yoki bu ma'nosiz. Fain lam tajid miskan ista'malat ayati. Agar ishbar topolmasa qanday xushpuroqni ishlatsa bo'ladi. Fain lam tajid tib. Agar xushpuroq topolmasa, o ayol uchun uning o'rniga ses quroqni yo'qotadigan qanday narsani ishlatsa yaxshi bo'ladi. Fain tarakat tib ma'a tamakkun kariha laha. Agar xushpuroqni ega bo'lib turib, ishlatish imkoniyatiga ega bo'lib turib ishlatmagan bo'lsa, o ayol uchun makruh. Va illam tatamakkan fala kiraha. Agar uningga qodir bo'lanmasa, ega bo'lanmasa, hech masala yo'q, makruhlik yo'q. Va yu'khazu min al-hadis al-ula sa'yun nisa li ta'allum ahkam ad-din. Hadisdan olinadigan xulosa birinci ayollarning dinning hükümlerini ügünüş için hareket qilishi. Yani ayollarni dinning hükmünü ügengili, din hükmünü tushangili, dini hükümlerini bilish için tirişişi lazım ve tirişish kerak. Uyda o'tirman, sirtga chiqmayman, kishilar ko'rib qoladi ekan, yo boshqa namahrem erlar bilan yo'lda uchrashib qoladi ekanmi? Shuning uchun men uyda o'tirsam bo'ladi deb, uyda nadon, savossiz, qarqo'saq qat qilishga bo'lmaydi. Islom eng oldi bilan nadonlikqa, savossizlikqa, bilimsizlikka, qarqo'saqqa qarshi turgan va jang e'lon qilgan din. Shuning uchun ayollarning din o'rganishi, dinni tushunishi, dinning hukmlarini bilish uchun sirtlarga chiqsa, madrasalarga borsa, ilim aladigan o'rinlarga borsa, bu durust va uni to'sish, cheklash huquqi hech kimning bo'lmaydi. As-sani su'alul mar'a ar-rajul al-'alima an ahwaliha allati tahtasimu minha va annahu la haya'a fid-din. İkincisi, ayol kishi o'zining ahvolini er kishidan so'rasa bo'ladi. Er kishidan so'rasa bo'ladi. Mana Asma radhiyallohu anha Rasul sallallohu alayhi va sallamdan so'radi, o'rgandi. Agar shu masalaning o'zini er kishidan so'rmasimi, uningga javob bera oladigan, uni o'rgatib qo'ya oladigan ustoz yoki javob bera oladigan bir olim bo'lib qolsa, u ayolni qo'yib turib erning qishig'i berishi durust emas. Ammo o erdan boshqa, ya'ni o olim erdan boshqa, olim ustozdan boshqa u masalani bildirib qo'ydigan, o'rgatib qo'ydigan, tushuntirib qo'ydigan bir kishi bo'lmasa, ayol kishining o erning qishig'i berib, olim erning olim ustozning qishig'i berib, savol so'rashi va dinining ahkomlarini o'rganishi bu durust. Ve ennehu la haya'a fid-din. Dinde hicil bulab olturuş, tartınıp olturuş yok. Es-salis et-tesbih inde ta'accub mineş-şey'i ve isti'zamihi. Üçüncüsü bir narsadan hayran qalgan chaqda ve o narsani cho'ng sanab ketgan chaqda tasbih aytish. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayran qaldi oyada. Paklar, pakizlik qiling desa, qandoq pakizlik qilaman, qandoq paklayman? Rasululloh subhanalloh
Dördüncüsü istihbabu isti'malil kinayat fima yetaallaku bil avrat. Avratliga alaqadar bo'lgan masalalarda kinoya qilishning mustahabligi. Er kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, avratga alaqadar bo'lgan gap so'zlarda kinoya qilish, ya'ni gapni yo'gap aytish, gapni tavriya qilib aytish bu mustahab. Al-khamis al-iktifa'u bit-ta'riz wal-isharat fil umur al-mustahjana. Beşincisi tilga elish ayib bo'ladigan, sert turiladigan ishlarda kinoya qilish, ishora qilish bilan kifoyalanish lozim. Ochiq degani bo'lmaydigan, tilga elish, ochiq tilga elish ayib bo'ladigan, sert bo'ladigan ishlarda kinoya qilsa, yapti gap qilsa, ya'ni gap oraliqida ishorat qilib qo'ysa bo'ladi. Uni ochiq demabsiz, oshkor demabsiz, menga tafsiliy bil demabsiz deyish bu to'g'ri emas. As-sadis al-istihya'u inda zikri ma yustahya minhu wa la siyama ma yuzkaru min zalika bihazrati ar-rijal wan-nisa. Altıncısı haya qilish. Haya qilinadigan narsani tilga olgan chaqda. Haya qilinadigan bir ishlar bor, buni tilga olgan chaqda haya qilish. Bo'libmi shuningdan ayollar boyada sözlense bunun haya qilish. Es-sabi' tefsiru kelamil alim bihazratihi liman khafiya alayhi iza arifa enne zalike yu'jibuhu. Beşincisi alimning sözünü tushundirib qo'yish, tefsir qilish. Beşincisi alimning sözünü tushundirib qo'yish, alim boyada. Alim bir gapni qilsa, uni anlagan kishi tushunamasa, shuning qishdagi kishi uni tushundirib qo'ysa bo'ladi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Asma roziyallohu anhuga qanday pokizlik qilish to'g'risida javob berdi. Uni u tushunamadi. Oyshaxonim Rasulullohning oldida ta'kidlab tushundirib qo'ydi. Olimning so'zini tushundirib qo'yish u boyada uningga maxfiy qolgan kishiga, ya'ni u olimning so'zini uqolmagan kishiga qachon u kishi o'sha olim tushundirib qo'yishni xolisa, tushundirib qo'ygan bo'lsa ekan deb qolsa. As-samin al-akhzu anil mabdul bihazratil fadil. 8-incisi yuqori faziletli kishi boyada onundan tuvan kishiden erish. Mana Rasululloh boyada Oyshaxonim tushundirdi, Oyshaxonim bildirdi, Oyshaxonim uni deb berdi, bundan oldi. التاسع الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم. 9-incisi ügengüchiga mehribon bo'lish, muloyim bo'lish, ochiqlab qolmay. Qo'y, mushunimi tushunamidingmi sen deb koyib qolmay, yumshoq bilan muomala qilish. Tushunmaganlarga uzr tug'izish. Tushunamadi deb sendek qapoq va sendek divanma odam bo'lamdi bir yerda deb uni ayblamaslik. 10-incisi husnu xulqihi sallallohu alayhi va sallam va azimu hilmihi va hayaihi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning güzel axloqli ekanligi, Rasulullohning katta ig'ir besib va hayoli kishi ekanligi mana bu hadisdan elinadi. Rasululloh shunday güzel axloqli. O tushunamadim, bilinmadim, qanday pakladiman deb tursimu, ochiqlamadi, koyimadi, qo'pab ketmadi. Shunday ig'ir besiblik bilan turdi. Ham hayo qilib, xijil bo'lib, uni uchuq demadi. Ayoli Oysha roziyallohu anha uni so'zlab berdi. Demak, mana shunday mazmunlar, ma'nolar yuqorqi hadisdan elinadi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.